san'at sha'nini muqaddas bilib, vatan deb yurakdan nido qilganlar, mardlik matonatning timsoli bo'lib, el uchun jonlarini fido qilganlar, vatan deb jonini fido qilganlar. Siz yo'liga qalqan bo'lingiz, yurt uchun mustahkam qo'rg'on bo'lingiz. Mazmun mohiyatiga yetishlaringizni so'rab qolamiz. Bundan keyingi hammalaringizga o'qishlaringizga omad, muvaffaqiyat, mana bitiruvchilarimizga ham oz qoldi. Ularni ham bunday yaxshi niyatlaringizga barchasiga erishishingizni tilab qolamiz. Va rahmat. El uchun jonlarini